Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan o'tgan safar Excel data analysis uchun Excel darslarini boshlagandim. Bugun ikkinchi dars formulalar va funksiyalar. O'tgan darsda home qismi va shortcutlar bilan tanishgandik, ya'ni tezkor tugmalar. Va endi bugun o'sha asosiy qismga o'tgan funksiyalarga kirish qismini o'tamiz. Data. Mana eng avvalo biz data bilan tanishib chiqishimiz kerak. Ya'ni biz nima bilan ishlayapmiz va nimalarni topishimiz kerak. Biz topshirig'imiz nima? Eng avvalo customer ID bu har doim bo'ladi. Ya'ni keyinchalik relationshiplar bog'layotganda bu ancha kerakli narsa hisoblanadi. Ya'ni jadvallarni bog'lash uchun bir nechta jadvallar bo'lganda ularni bir joyga jamlash uchun kerak bo'ladi. Customer name, country qayerdanligi, postal code, product ID boshlandi, kategoriyasi, ism, nomi va qanchaga sotilganligi. Xo'p, demak, biz bugun formulalar va funksiyalar, ularning eng asosiy farqi, formulalar nima? Biz matematikadan o'tganmiz, o'sha amallar desak ham bo'ladi. Qo'shuv, ayirib, ko'paytirib, bo'luv va daraja desak, endi funksiya nima? Excelning ichida tayyor kiritilgan funksiyalar bor, ya'ni eng minimum topish, maksimum topish, o'rtachasini topish, nechtaligi sonini topish va umumiy savdoni hisoblashda ishlatiladigan funksiyalar. Bular tayyor kiritilgan, bularni o'zimiz qo'limizda kiritib chiqishimiz kerak. Endi asosiy formulalarga kelsak, formula qo'shish. Funksiya bo'ladimi, formula bo'ladimi? Eng avvalo barobar bilan boshlanadi. Bizga nima kerak? Oddiy misol 56lik son desa qo'shamiz 89 va enter. Shunday hisoblashimiz mumkin, masalan, yoki barobar 579 minus 57. Mana. Endi bu ko'paytiruv, yulduzcha bu ko'paytiruvni bildiradi. Buning uchun barobar nima deyishimiz mumkin? 78 ni barobar yulduzchani hosil qilishimiz uchun shift klaviaturadan shift 8 ni bosamiz. Yulduzcha hosil bo'ladi. 78 ko'paygan 23 deylik. Enter. Endi qiyalangan tayoqcha desak buni, bu bo'luvni bildiradi, bo'lishni. Kasr desak ham bo'ladi, barobar 678 bo'lamiz 2 ga deylik, mana 339. Endi bu nima? Bu daraja. Ya'ni masalan 5 ni 3-darajasi, 2 ni 4-darajasini topishda ishlatiladi. Barobar 5 ni bu darajani hosil qilish uchun shift 6 klaviaturada shift 6 nechinchi darajasi? 7-darajasi. Deylik, mana 78125. Endi biz buni sonlarga kiritib chiqdik. Tayyor jadvalda berilgan ma'lumotlarni hisoblashda ham ishlatsak bo'ladi buni. Xo'p, nima kerak bizga? Barobar sales jadvalidan mana bu case bilan cherisdagi saleslarni qo'shishimiz kerak. Bosamiz. Mana L2 nima? L birinchi ustun turadi, keyin qator. Ya'ni L mana bu ustun, mana bu L. 2 nima? Qator. Ya'ni L2 qator. L2 qator desa, bu mana shu katakchani tushiradi yacheyka va qo'shamiz shift plus va L3 bo'ldi. L3. Bu L4 bo'ladi. Keyin shunaqa tushib ketaveradi pastga. Enter bossak, mana bizga hisoblab beradi $993. Yoki ayrishni hisoblashimiz mumkin. Masalan, barobar bizga bundan ayrishimiz kerak. Bu qism desak, ko'paygan shu tartibda ketaveradi. Endi funksiyalarga kelsak, funksiyalar, ya'ni min nima? Bu bizga shu jadval
ya'ni shu ma'lumotlar bir kunlik sotuv deb qarasak, bizga sotuvlardan eng kichik qanchaga sotildi, ya'ni eng kam sotilgan mahsulotni topish kerak bo'lsa, min funksiyasidan foydalanamiz. Barobar min yozsak o'zi bizga chiqib beradi. Min a, min x, minut tayyor bu kiritilgan funksiyalar. Minni 2 marta bosamiz va qaysi number 1, number 2 degan qaysi sonlarni, ya'ni qavs ichiga qaysi sonlarni kiritsak, uning ichidan eng kichigini bizga topib beradi. Uning uchun biz qo'lma-qo'l kiritib chiqmaymiz va butun ustunni bitta belgilasak, umumiy sales ustun belgilanadi. Va enter bo'lsak, mana bizga eng kam miqdorda sotilgan mahsulot chiqarib beradi. Endi bu shu $254 qaysi mahsulot sotilganligini topish uchun biz keyingi darsda o'tamiz. If funksiyalari orqali topishimiz mumkin. Ya'ni conditionlar bilan. Hozir bu minimum shu sales qatoridan eng kichigini topib berdi bizga. Endi maksimum shu minni teskarisi. Ya'ni max deymiz, avtomatik chiqadi bizga. Ya'ni xuddi shu ustun belgilab turib enter bosamiz, bizga eng baland sotuvni chiqarib beradi. Average nima? Shu bir kunda sotilgan sotuvdan o'rtachasini bizga chiqarib beradi. Ya'ni barobar average ustun belgilaymiz, enter. Ko'rib turganingizdek, bu minimum maksimum averagelar ingliz tilidan olingan, ya'ni ma'nolari ham tushadi o'zimdek olib qaraganda. Count bu nomidan ma'lum sanoq. Ya'ni barobar nechta mahsulot sotildi. Bu countda harfli matnlar hisoblanmaydi, faqat sonlar bilan hisoblanadi. Bu bizga postal code yordam beradi. Ya'ni product ID da ham harflar borligi uchun buni hisoblamaydi. Shuning uchun postal codedan foydalanamiz. Ya'ni count va postal codening ustun belgilaymiz, enter. Yani bizga 39 ta. Ya'ni postal code degan yozuvni hisobga olmadi va mana 40 ta bo'lganligi uchun boshdan hisobga olmadi va 39 ta hisobladi. Endi sum nima? Sum eng ko'p ishlatiladigan desa ham bo'ladi. Ya'ni umumiy 5 tasi eng ko'p ishlatiladi aslida. Sum nima? Sum mana bugun sotuv bo'lgan bo'lsa, umumiy sotuvni hisoblab beradi, jami sotuvni. Buning uchun barobar sum yozamiz va shu sotuv qismini belgilaymiz. Mana jami sotuv $13,754. Ya'ni bugungi darsda formula bilan funksiyani farqi va funksiyalarga boshlang'ich kirish mavzular desak ham bo'ladi. Asosiy farqini ko'rdik. Funksiya bu Excel ichiga tayyor kiritilgan formulada formula. Endi formulalar nima desa, biz qo'limizda kiritib chiqiladigan amaliyot desak ham bo'ladi. Va mana bu tayyor ma'lumotlar qayda olasizlar? Data analitika bo'yicha real data bilan ishlanmaydi. O'sha soxta deymizmi yoki bo'lmasa noto'g'ri ma'lumotlar bilan ishlab turiladi vaqtinchaga, o'rgangan bo'lguncha. Buning uchun bu tayyor ma'lumotlarni biz Google dan sayt orqali topishimiz mumkin. Buning uchun bizga Kaggle sayti kirganimiz shunaqa ochiladi. Datasetga bosamiz. Datasetdan bizga kerakli bo'lgan istalgan ma'lumot topishimiz mumkin. Masalan, nima deb qidirishimiz mumkin? Superstore deylik. Superstore dataset nima? Shu umumiy ma'lumotlar CSV holatda bizga beradi buni. Yuklaymiz, masalan, birinchini yuklaymiz. Mana bu yerda download chiqadi. Bosamiz. Biz yuklanadi mana Simple Superstore. Buni endi biz kirganimizda mana ochiladi. Adashmasam shu
tatiydi masalan shu hozir ko'rsatgan ishlar. Shu ekan. Mana shu yerdan topishingiz mumkin. Bugungi dars shu yerda tugataman. Agar ozgina bo'lsa ham foyda olgan bo'lsangiz xursandman.